can't believe I'm finally making this video. Guys, assalomu alaykum. Nihoyat biz ingliz tili va IELTS ga tayyorlanish jarayonini 2x tezlashtirish uchun ChatGPT dan o'zi qanaqa foydalanish kerak degan savolga bugungi videoda javob topamiz. O'zim miridan sirgacha unga nima yozish kerak, qanaqa yozish kerak, hammasini tushuntirib o'tar ekanman. YouTube'da meni birinchi marta ko'rib turganlar uchun ismim Ibragim Mansurov, IELTS dan 2 marta 8,5 olganman, speaking dan ham 2 marta 8,5 va 4,5 yildan beri o'qituvchilik qilib kelaman. 5000 dan ortiq o'quvchilarni o'qitdim va ular odatda mana bunaqa natijalar qayd etishadi, darslarimdan bunaqa fikrlar yuborishadi. Bu YouTube kanalda esa 1 yildan beri yurityapman. Hoziroq obuna bo'ling, chunki endi o'sha studiyalarga qatnamayapman. Uyimda kichkinagina studiya yaratdim. Bu degani har hafta yoki har 2 haftada bir ingliz tili va IELTS bo'yicha eksklyuziv foydali videolar chiqadi. Qolib ketmasligi uchun albatta obuna bo'ling va kolokolchik tugmasini bosib qo'ying. Bu videoga like bosish ham esingizdan chiqmasin. Demak, biz boshladik. Speaking dan boshlaymiz, so'ng boshqa jabhalarda ham ChatGPT ni qanaqa qo'llash kerakligini tushuntiraman. Tasavvur qiling, sizda mana bu g'alati mavzu imtihoningizda tushdi. Describe an occasion when you lost your way. Ya'ni yo'qolib qolgan paytingizni tasvirlab bering deyapti. Va aynan mana shu paytda ko'plab o'quvchilar menga aytishadi. Men bu mavzuda o'zbek tilida ham 2 daqiqa davomida gapira olmayman. Ustoz, o'zi bir qanaqadir yo'li bormi bunga tayyorlanishni deb so'rashadi. Yana bir kategoriya o'quvchilar bor. Agar siz shu kategoriyada bo'lsangiz, albatta kommentda meni tasvirladingiz deb yozib qoldiring. Ya'ni nima qilish kerak ular part 2 mavzusiga yaxshi gapirib bera olish uchun 2 daqiqa davomida ular albatta tahorat olib, har bitta nuqta virguligacha 2 varaq listda yozib chiqish kerak. To'liq javob paydo bo'lguncha, keyin uni 3 soat qayta takrorlab, so'ng o'qituvchisini oldida aytib berishi mumkin. O'shanda ham hayajonlanmasa agar. Atak, buni sirazu bir 5 minut ichida tayyorlanib, 2 daqiqa davomida gapira olishmaydi. Lekin bugungi darsda men sizlarga aynan mana shu 2 daqiqa davomida gapira olishingiz uchun bir zo'r texnikani o'rgataman. Va tasavvur qiling, mana bu garshokni tasvirlashingiz kerak. Mana bu gulni tasvirlashingiz kerak. Va IELTS part 2 da biz mana shu storytelling metodda aytib bersak bo'ladi. Shunda 2 daqiqa gapirishimiz oson bo'ladi. Mana bu yerda yozganman. Storytelling metodda. Nima degani storytelling method? Vot mana 2 daqiqa davomida mana shu gulni tasvirlab ber dedimi? Siz darrov bu gul ning garshogi mana bunaqa rangda, mana bular bo'lsa agar yashil rangda deb ketmang, sirazu buni tasvirlamang. Ya'ni siz lutcha 3 ga bo'lganingiz yaxshiroq. Ya'ni pre-story, mana bu yerda ko'rib turganligingizdek, storyni o'zi va after story. Shunda sizda 2 daqiqa bo'ladi speech. Nima degani pre-story? Vot mana shu vazani olishdan oldin, mana shu gulni olishdan oldingi rejalaringizni aytib bering. Ya'ni nega o'zi buni oldingiz? Demak, men uyimda studiya yaratmoqchi edim va o'sha studiya uchun men bunaqa javon sotib oldim. U javonni qarasam agar kitoblar bilan to'ldirsam zerikarli bo'lib qolar ekan. Shu uchun men tushundimki, unga bitta gul kerak va ana undan keyin men gul do'konga bordim. Ko'rdingizmi? Mana siz, demak, bundan oldin nima sodir bo'lgan? O'sha narsani oldin aytib beryapsiz. Ya'ni sekin-sekin hikoyaga olib kiryapsiz, bazaviy ma'lumotlar bilan, kirish qismi bilan. Va ana endi buni tasvirlasangiz bo'ladi. Magazinga kiryapman va birinchi bo'lib shunga ko'zim tushdi. Bu haqiqatdan meni e'tiborimni tortdi. Chunki uning yashil yaproqlari multikdagi gullarning yaproqlariga o'xshardi va aynan mana bu demak garshok qismi rosa minimalistichniy bo'lganligi uchun menga yoqdi va darrov uni sotib oldim. Uyga olib kelib, shuni javonga qo'ysam agar uzukka ko'z qo'ygandek yarashdi deb aytasiz. Bo'ldi. Mana bu o'sha bizda asosiy qism. Ya'ni biz asosiy narsani o'zini tasvirladik. Mana buni. Tak, endi after story xulosalar. Xo'p, qanaqa xulosalar bo'ldi? Shuni tushundimki, nimani tushundingiz? Masalan, bu sizga qanaqadir hayotiy dars berganligini amr va holu, lekin o'shandan keyin men mana shunaqa kichkina detallarga e'tibor beradigan bo'ldim va undan keyin mana yana juda ko'plab xuddi shunaqa gulchalar sotib olib keldim. Ya'ni bundan keyin nima bo'lganligini ham mana aytib beraman. Mana o'shandan beri men YouTube videolar olaman va bular meni videolarimni ko'rkam qilib turadi. Ko'rdingizmi? Hozir siz aytishingiz mumkin, nima deydi? Bu o'zbek tilida osonda. Yo'q, ingliz tilida ham xuddi mana shunaqa qilsa bo'ladi va hozir biz siz bilan birgalikda mana shu metodni o'rgandik. Misolni endi taxminan ko'rsatib berdim. Siz aytishingiz mumkin, biz ChatGPT ni o'rganamiz, nima uchun bu narsalarni o'rgatyapsiz? Hozir tushunasiz xullas. Mana bu yerda reja. Qarang, pre-story, demak, o'sha adashib qolgan vaqtingni tasvirlab ber deyapti. Xo'p, undan oldin nima bo'ldi o'zi? Undan oldin men Samarqanddagi o'sha do'stimni tug'ilgan kunida edim. Вот, u boshqa shahar, o'sha joyda tug'ilgan kunda edim. So'ng tug'ilgan kun tugadi va men o'zimni mehmonxonamni topishim kerak edi.
Bo'ldi, chiqib ketdim. Bo'ldi, mana bu ko'ryapsiz, ya'ni oldin yo'qolib qolishimdan oldin nima bo'ldi? Oldin mana party bo'ldi. Partyni yaxshilab tasvirlab bersam bo'ladi, do'stimni tasvirlab bersam bo'ladi. Keyingina men yo'qolib qolgan paytimga o'taman. Mana Dark Streets ida qarasam agar telefonim batareyasi o'chib qoldi, hech qanaqa mashina yo'q edi. Men qo'rqib ketdim, scared to death. Va so'ng menga yo'l ko'rsatgan bir random insonni uchratib qoldim. Bo'ldi, mana bu hikoyani o'zi, o'sha adashib qolgan joyimni o'zi. Ko'rib turibsiz, u bizda butun 2 minutlik speechimni atigi uchidan bir qismini tashkil qiladi. Va oxirida after story, bought a power bank. Xo'p, undan keyin nima bo'ldi? Mana shu yo'qolib qoldim, uyimni topib oldim. Undan keyinchi, imенно o'sha hodisadan keyin men power bank sotib oldim va when I'm in a new place I leave events before it gets dark. Va o'shandan beri qanaqadir yangi joyda paydo bo'lib qolsam agar qorong'u tushishidan oldin ketishga harakat qilyapman. Mana ko'ryapsiz, o'sha hikoyadan keyin nima bo'lganligini ham aytib beryapman. Mana shunaqa reja bilan men 2 daqiqa bemalol gapira olaman, даже elementary darajadagi gaplar bilan ham. Va ana endi bu rejani men sizga nimaga berdim? Chunki ChatGPT bilan o'ylamang, to, что u 100% ishni menga qilib beradi deb. U qilib beradi, rostdan menga lug'at topib ber, mana shu mavzuda, mana describe an occasion when you lost your way mavzuda lug'at topib ber desangiz agar, u albatta topib beradi. Lekin aynan mana bunaqa reja bilan beradigan bo'lsa agar, mana shu deylik cue card menga tushdi va mana bu rejani men qildim. Mana bu rejani. Ana endi mana shu rejada men ishlatishim mumkin bo'lgan lug'atlarni menga topib ber desangiz, u aynan sizni, demak, vaziyatingizga moslashib eng sara lug'atlarni yig'ib beradi. Tushunyapsizmi nimaga biz o'zimiz ham ishlashimiz kerak ChatGPT yaxshi ishlab berishi uchun? Chunki ChatGPT ham bizning miyamizda nimalar kechayotganligini bilmaydi-yu. Biz qanaqa hikoya haqida aytib berishimizni bilmaydi. Shu uchun biz oldin unga o'sha o'zimizning miyamizda nimalar o'tayotganligini mana shunaqa rejalar bilan berishligimiz kerak bo'lar ekan. ChatGPTga mana bu narsani yozib borishingiz kerak bo'ladi. Hello, I need your help. Here's a part 2 IELTS speaking cue card and the plan of my speech. Mana bu yerda mavzuni yozasiz, keyin storytelling qilgandik-ku. Aynan mana shu narsani bu yerga yozishingiz kerak bo'lar ekan, storytellingni. Va eng muhim joyi endi, undan so'raysiz nima qilish kerakligini. So right now, I want you to help me find the most natural phrases, collocations, adjectives that I could use during my 2-minute speech. Make sure that you don't write out the full answer for me. Ya'ni ayting, mana shu paytda ChatGPT juda ko'p yordam bergisi kelib va sizga to'liq partiyani ham yozib berishi mumkin-da. Siz ayting, yo'q, men o'zim ham ishlamoqchiman. Men to'liq javobga muhtojligim yo'q, yozma deb unga shart qo'yishingiz kerak. Chunki u yozib boradi bo'lsa siz uchun. Biz u narsadan xohlamaymiz. Chunki to'liq ChatGPT ga bog'lanib qolishim kerak emas. Yo'q, biz mana buni ham ishlatishimiz kerak bo'lsa brain rot bo'ladi. Miyamiz chirishni boshlaydi. Shuning uchun ham ChatGPT ga yozishdan oldin ham biz o'zimiz reja qilamiz. ChatGPT dan instrumentlarni olib ham o'zimiz shug'ullanar ekanmiz. No, I don't want that. I just want you to help with vocabulary. It should contain 100% natural vocab pieces. Only the ones that are commonly used by native speakers. Va ana endi keling yuboramiz va siz hozir guvohi bo'lasiz qanaqa dahshat lug'atlarni u bizga yuborishini. Mana bu yerda qarang. Perfect. I'll only give you natural vocabulary, no model answer, no sentences stitched into a story. Everything below is spoken, native level, IELTS safe deb aytib o'tyapti. Not academic, not robotic. Va mana bu yerda qarang-da. Bu yoqda storyimizni, mana shu 2 daqiqalik speechimizni har bir bo'lagida ishlatishimiz mumkin bo'lgan o'nlab lug'atlarni yuboryapti-da. Ya'ni lug'atlar emas, balki ba'zida frazalar, collocationlar ko'rib turganligingizdek. Mana masalan setting, ya'ni eng boshida kirib kelayotgan vaqtingizda. Xo'p, men o'zimga notanish shaharda edim. I was in an unfamiliar city in Samarkand and we were celebrating my friend's birthday in the old part of the city. You know, when I was getting to the party, I saw all those narrow back streets and they were poorly lit, but you know, it didn't ruin anything because I was waiting for that birthday for a super long time. It was a quiet neighborhood. Endi bularni hammasini ishlatishingiz shart emas, lekin mana 3 tasini tanlab ishlatsangiz bo'ladi har bir bo'lagidan. What happened? I completely lost my sense of direction. Mana shu lug'at qayerda bor bizda? Qayerda bor? Qanaqadir bir kitob bormi bizda speaking bo'yicha mana shu har bitta mavzuga imенно sizni rejangizga mos tushadigan lug'atlarni yig'ib chiqqan?
yo'q albatta unaqa kitob, lekin u kitobni yaratsak bo'ladimi? Albatta mana shu ChatGPT ni yordamida. Tushundingizmi? Mana qarang, Google Maps was useless. My battery was dead. Batareyam, telefonim o'chib qolgan edi. I had no idea where I was. Masalan, mana bunaqa narsalarni. Bular hammasi frazalar-da, ya'ni faqat nativelar ishlatadiganlar. Ishlatadigan mana bu yerda ko'rasizki elementlar. The streets were empty. There wasn't a single car around. Misol uchun men qanaqa yozdim? No cars at all deb yozdim. Endi bu ChatGPT ni qarang, qanaqa go'zal frazaga aylantiryapti. There wasn't a single car around. Bu albatta judayam zo'r manba lug'at uchun. I was walking in circles. Ya'ni men faqat bitta joyga aylanib yurgan edim deyishni qarang. I was walking in circles desa bo'lar ekan. This is just so good. Men IELTSga tayyorlanayotgan vaqtimda hozir albatta SSR maqtaydigan boboylarga o'xshab qolaman. Qunsaydigan, lekin men IELTSga tayyorlangan vaqtimda вообще bizda ChatGPT bo'lmagan. Agar bu narsa bo'lganda men 100% 9 olib chiqardim, ishoninglar. Chunki haqiqatda bu berayotgan lug'atlar bilan next levelga chiqib ketish hech gap emasda. Ko'rib turibsizmi men bu yerda? I felt really vulnerable. My anxiety kicked in. Ya'ni men xavotirlanishni boshladim. I didn't feel safe at all. I was on edge. My heart was racing. Yuragim duk urayotgandi. Mana shu narsani my heart was duking demaysiz ingliz tilida. My heart was racing deb aytish kerak bo'lar ekan. Va bu yoqda mana how you found your way, keyin qanaqa yo'lingizni topdingiz? I ran into a local. Men aytdim-ku, random odam uchratib qoldim. But nima degani bu random odam uchratib qoldi? I ran into. Masalan, bu men yugurib kirdim degani emas bu. Bu как раз таки to'qnashib ketdim degani. I ran into a local. Va bu lug'atlarni hammasini faqat va faqat ChatGPT dan olishligingiz mumkin bo'ladi. Har bitta mavzuyingizga sizni o'zingizning rejangizga moslashtirib beradi. Faqat o'zingizning rejangizga moslashtirish uchun albatta va albatta rejani o'zingiz qilishingiz kerak bo'lar ekan. Shundagina mana ko'ryapsizmi? Agar men o'zim rejamni bermaganimda bu menga mana shu zo'r lug'atlarni berarmidi? Aynan meni vaziyatimga mos bo'lgan. Yo'q, shu uchun biz ChatGPT ni 100% ishlatib qolar ekanmizmi? O'zimizdan hech bo'lmasa 20% ish qilib qo'yishimiz kerak bo'lar ekan. Tushundingizmi? Demak, dalsha tushungan bo'lsangiz like bosing videoga hoziroq. After story, I learned my lesson. Mana o'shandan keyin men o'zimni sabog'imni oldim. Since then, I always carry a power bank. I've become way more careful. I plan things ahead right now. I avoid staying out too late in new places. Ya'ni haqiqatda dahshat lug'atlar. Va bu yerda aytyapti. Pick 6-8 phrases, not all. Даже o'zi ham aytyapti. Hammasini ishlatishing shart emas. Faqatgina mana har bir bo'limidan 1, 2, 3 mana shunaqa olsangiz bo'ladi. Umumiy 6-8 ta fraza ishlatsangiz, siz уже g'olibsiz degani. Endi tasavvur qiling, har safar siz har bitta cue cardga gapirayotganingizda 6-8 ta yangi frazalardan nutqingizga qo'shib boryapsiz. Qanaqa darajaga chiqsa bo'ladi? Yorvorsa bo'ladi speaking. Haqiqatda ko'pchilik speaking 9 imkonsiz deb o'ylaydi. Yo'q, imkoni bor. Speaking 8.5 ham ko'pchilik imkonsiz deb o'ylaydi. 2 marta 8.5 olganman. Sizga aytaman, juda ham easy peasy lemon squeezy. Faqatgina mana shu ChatGPT dan yaxshi instrument sifatida foydalansangiz agar, o'sha o'sish tezligingiz 2x ga oshib ketadi. Xo'sh, endi mana shu vokabulariyni o'z bilan to'xtab qolamizmi? Yo'q, biz hali beri ChatGPT ga bundan ham ko'proq buyruqlar bersak bo'ladi. Ya'ni hozir o'zida mana bunaqa yozasiz ana endi. I'm done with vocabulary, thank you so much. I'm done with vocabulary, thank you so much. Va aytishingiz kerak bo'ladi bu yerda. Endi menga grammatik strukturani bergin. Men mana shu yerda ishlatishim mumkin bo'lgan deb. I also want to learn 3 to 4 new grammatical structures that I could use while answering, while making this speech. Mana shu speech aytayotgan vaqtimda men yana 3-4 ta grammatik struktura ishlatmoqchiman. Those should be authentic, ya'ni ular albatta juda zo'r bo'lishi kerak, and extremely natural. Mana shunaqa deb yozasiz. Don't make whole sentences for me. No. Mana yo'q, menga to'liq gaplar yozib berma. Just give me structures. Keyin shuningdek yozing, ular formal bo'lmasin. And they shouldn't be very formal. And they shouldn't be very formal. Writing like grammatical elements. No.
Tak, mana bo'ldi. Mana shunaqa yozasiz va u sizga mana bu yerda javobni yozyapti. Mana perfect. I'll give you only structures, not full sentences. No examples built into a story. All of these are spoken, native, IELTS safe, and not writing-ish. Below are 4 high value structures you can plug your own words into while speaking. deb aytib o'tyapti va mana bu yerda sizga 4 ta struktura beryapti ko'rib turganligingizdek. I had just past participle plus when. Misol uchun, I had just left the party when I realized I was lost deb aytishingiz mumkin. Ya'ni men endigina partini tark etganimda men tushundimki yo'qolib qolganligimni, aynan mana shu narsani. That's when nimadir subject va past simple. Va aynan mana shu joyda men nima qilsam bo'ladi? Misol uchun bu strukturalarni yaxshi tushunmayapman-ku. I don't understand these structures very much. I don't understand these structures very much. Structures very much. Masalan, men unchalik yaxshi tushunmadim. Can you please provide me with some example sentences, but on a completely different topic. Mana masalan, menga examplelar bergin, mana shu gaplarni o'zi bilan faqat boshqa mavzuda. Mana qarang, bu yerda examplelar bilan beryapti. I had just sat down when my boss called me. Mana bunaqa deb aytsa bo'ladi. Даже o'zimizlar mavzumizda ham shu narsani ishlatsak bo'ladi. I had just sat down when misol uchun I had just started crying when I ran into a local. Men yig'lashni boshlaganimda, o'sha nima deydi, bitta mahalliy insonni uchratib qoldim deb aytsak bo'ladi. That's when I was scrolling on my phone. That's when I noticed the time. Mana shunaqa. Ya'ni I was walking down those dark streets and that's when I realized I was lost deb aytsangiz bo'ladi. I didn't realize how tired I was until I lay down. I didn't realize I'd muted myself until everyone started laughing. Bularni hammasini o'zingiz speechingizga qo'llasangiz bo'ladi. Endi bu yerda men 4 ta so'radim. Men albatta insof bilan, lekin give me 10 more deb mendan o'rganmanglar, bunaqa qisqartirib yozishni, shunchaki speech formatida yozyapman, bunaqa yana writingda yozib qo'ymanglar. 10 more structures like these and include example sentences as well. Mana menga bu 4 tasi yoqmadi. Men yana boshqalarni qo'layman desangiz agar, bu sizga yana 10 tasini berar ekan. I was about to va men bu yerda misollar. Endi shulardan albatta 3 tasini tanlab ishlatsangiz bo'ladi. Endi tasavvur qiling, grammatikangiz qanaqa levelga o'chib ketadi va speechingiz qanaqa levelda bo'ladi. Aynan mana shunaqa gaplar, shuningdek men sizga maslahat bergan bo'lardim. Mana ChatGPT ni mana bu yerda use voice mode degan demak anaqasi bor, rejimi bor va o'sha joyda ChatGPT bilan gaplashsangiz ham bo'ladi. Aytasiz, ChatGPT, can you please ask me 10 part 1 IELTS speaking questions deb va u sizdan so'raydi va har bitta savoldan keyin siz aytishingiz mumkin, menga feedback bergan, o'sha javobimni men yaxshilab bergan deb aytsangiz, u sizning javobingizni yaxshilab beradi va ko'z o'ngingizda ko'rasiz qanchalik o'sha sizning g'oyalaringiz bilan ham zo'r gapirish mumkinligini. Shuning uchun ChatGPT dan albatta foydalaning. Ana endi bularni hammasini aytgancha mana ChatGPT ga yozayotgan gaplarim bor-ku, bularni hammasini men Telegram kanalimda qoldiraman. Telegram kanalim qadalgan xabariga borasiz va aynan o'sha qadalgan xabarda ChatGPT uchun promptlar degan joy bo'ladi. O'sha ko'k yozuvi bossangiz agar sizni bitta postga olib boradi, post kommentiga kirasiz, o'sha joyda men hamma mana shu promptlarni qoldirganman. Shuningdek, mana shu Telegram kanalimga kiradigan bo'lsangiz agar, juda zo'r authentic materiallar bor. Tez bepul darsda o'tib turaman. Telegram kanali o'ziga ham obuna bo'lib qo'ying albatta. Endi biz vocabulary qismiga o'tamiz. Vocabularyni yodlashda mana shu ChatGPT bizga qanday foydali bo'lishligi mumkin. Vocabularyda o'quvchilarda asosiy ikkita muammo bor. Birinchisi, ular yodlash metodini bilishmaydi, ya'ni susceptible, ta'sirchan, susceptible. Mana shunaqa robotga o'xshab yodlashadi va shundan kelib chiqadigan ikkinchi muammo lug'at tez esdan chiqishligi. 2 kundan keyin susceptible nima deb so'rasangiz agar aytib bera olmaydi. Nimaga? Vocabularyga bo'lgan noto'g'ri yondashuv va yetarli bo'lmagan practice. Biz qancha harakat qilsak ham agar miyamiz ChatGPT yoki kompyuter emas, u bitta so'zni katta bir davrga eslab qolishligi uchun albatta continual practice kerak bo'ladi. Mana shu vazifani ChatGPT zo'r bajaradi. Men sizlar uchun shunaqa golden prompt yasab qo'yganman. ChatGPT ni qo'lda ishlatadigan prompt haqiqatda, chunki mana qarang. You are my personal vocabulary coach, IELTS trainer and memory hacker. My goal, turn 30 words from one reading passage into active vocabulary. Ya'ni men hozir
bitta reading passagedan olgan 30 ta so'zimni active vocabularyga nima deydi o'zgartirmoqchiman, ya'ni boshqa yodlamoqchiman active vocabulary qilib va u uchun san menga yordam berishing kerak. Men mana shu so'zlarni speaking va writingda keyin confidently ishlatishni bilishligim kerak. Zo'r yodlatasan hozir menga deb mana bu yerda yozasiz. Men senga hozir reading passage beraman va men o'zim bilmaydigan 30 ta so'zni senga ko'rsataman deb men bu yerda yozyapmiz. Ko'ryapsizmi? Important rules. Mani trenirovka qildir, ya'ni menga leksiya o'tma. Biza bir nechta qadamlarda ishlaymiz va sen keyingi qadamga o'tasan, faqat men javob berdim keyin. Har bitta so'z bir necha marotaba ishlatilishi kerak. Chunki boya aytib o'tganimdek, bitta so'zni 1000 marta ko'rmagunicha miyangizga kirib qolmaydi. Va shu uchun ham mana shu narsa bor. Uzbek translation is allowed but only as support. Uzbek translation kerak, faqat anaqa qo'llab-quvvatlash sifatida. No unnecessary stages or time wasting explanations. Menga vaqtimni mani bekorga sarflab explanation qilishing kerak emas. Shunchaki mana stage 1 da clear meaningini bergan. So'zni o'sha asosiy ma'nosini ko'ryapsizmi? Ana 30 ta so'zni endi har birini alohidalab lug'atdan ko'rishingiz kerak emas. Hammasini shunchaki yig'ib chiqing 30 ta so'zni, ChatGPT ga jo'nating, o'zi sizga clear meaninglar bilan beradi, definitionlar bilan. Keyingisi collocations guardrail, ya'ni bu yerda endi o'sha collocation qanaqa iboralarda ishlatsa bo'ladi o'sha so'zni. Iboralar, ya'ni bizda so'z birikmalarida ishlatsa bo'ladi. Mana shu narsani so'rasangiz bo'ladi. Stage 3 da meaning flexibility, yana qanaqa ma'nolarda keladi xuddi shu so'z. Sizga misollar beradi. Stage 4 da ana endi practice qilishni boshlaysiz. Bo'ldi. U sizga tushuntirdi-yu so'zni. Qanaqa ma'nolarda kelishligini, demak, qanaqa so'z birikmalarida ishlatilishligini, tarjimasi, definitionni berdi. Ana endi stage 4 da siz bilan birgalikda heavy practice qiladi. Ya'ni og'ir praktika. Va men bu yerda siz o'sha gaplarni to'ldirishingiz kerak. Mana gap fill exercises deb yozganman bu yerda ko'rib turganligingizdek. Tak, free production bu yerda sizni o'zingizga ham qo'yib beradi, ya'ni IELTS speaking savollarni beradi-da. Siz o'sha IELTS speaking savolida mana shu so'zlarni ishlatishga majbur bo'lasiz. Va har bitta savol o'zi bu shunaqa savollarni tanlaydi. 2-3 ta so'z ishlatishingiz mumkin bo'lgan savollarni tanlaydi. Ko'ryapsizmi, qanchalik bu zo'r. Ya'ni ham speakingda practice qildirtiradi sizni o'sha so'zlar bilan. Ham so'zlarning ma'nosini beradi, collocationlarini. Haqiqatda zo'r narsa-da. 21-asr bizga bergan eng golden prям qulayliklardan biri bu ChatGPT. Undan foydalanmasangiz agar hozir rostdan mana shu uyda kir mashinasi bo'la turib, lekin baribir kirlarni qo'lda yuvadigan ahmoqqa o'xshab qolasiz. Ahmoqlik-ku, to'g'rimi? Kir mashinangiz bo'la turib qo'lda yuvish. ChatGPT bo'la turib, shunchaki o'zingiz IELTS ga tayyorlanishingiz ham bu ham ahmoqlik. Foydalaning mana shu zamoniy sizga yaratib berayotgan qulayliklardan. Endi mana bu anaqani men o'zi ham haqiqatda qo'lda ishlatadigan promptni albatta o'sha Telegram kanalimda qoldiraman. Shunchaki Telegram kanalimga borasiz, qadalgan xabarlarda boya aytib o'tganimdek ChatGPT uchun promptlar degan joyimga mana shu ko'k yozuvga bosasizda, sizni bitta postga olib boradi. Post kommentiga kirsangiz agar mana shu promptlar bor, o'zi ham bor, даже Zumrad qimmatda ham xazinani joylashuvini bunchalik detallar bilan tushuntirishmaganda, u yerga kirasan, ko'k eshik bor, oq eshik bor, xullas mana shunaqa gaplar. Demak, ko'rib turganligingizdek, bugun biz faqat speakingga ulgurdik, ozgina o'sha speakingga qanaqa vocabulary olish mumkinligi, qanaqa grammar olish mumkinligi va mana bu yerda demak reading vocabulary'imizni ChatGPT bilan qanaqa yirtib olishni o'rgandik. Endi давайте buni oxirgi misolini ko'ramiz. Mana here's my reading passage da bu yerda reading passage'ingizni ham qoldirishingiz kerak bo'ladi. Ну, deylik mana reading passage. Давайте reading passage'im bor edi, adashmasam men bu yerda. 1 second. Mana bu yerdan reading passage'ni olamiz. Mana the rise of remote work. Tak. Oy. Xo'p, mana marhamat. Mana deylik reading passage'im deymiz. Here's my reading passage. Mana qarang. Here's my reading passage. And here are 30 words. Va mana men bilmaydigan 30 ta so'z. Ko'ryapsiz? Mana shu narsalarni yozib yuborasiz va u boshlaydi. Mana ChatGPT he starts cooking right now. Ketdi, mana minilar bilan beryapti. Birinchi anaqada stage'da mana remote so'zini o'zbekcha tarjimasi masofaviy, increasingly tobora ko'proq, flexibility, demak bizda moslashuvchanlik, mana misollari bilan beryapti. Qarang, sentence, the job gives me a lot of flexibility. Ya'ni har bitta so'zni tarjimalari, misol gaplari va даже definitionlar bilan birga berib o'tyapti. Haqiqatda tilla instrument foydalanish shart. Ana endi aytyapti. Reply stage 1 clear,
when ready and we go to stage 2. Mana buni ko'rib chiqing albatta hammasini va bularni ko'rib chiqqanligingizdan keyin stage 1 clear deb yozasiz va u stage 2 ga o'tadi. Stage 2 da ana endi qanaqa collocationlar bilan ishlatish mumkinligini ko'rsatyapti. Mana demak birinchisi noto'g'ri collocation mana remote job place mumkin emas, remote work mumkin. Misol uchun I have a remote work. I work from home. Boshqa misollar. Increasingly common. Increasingly more deyish mumkin emas. Increasingly common. Bu mana xatolarni ko'rsatyapti. Big flexibility mumkin emas. Greater flexibility. My online job gives me greater flexibility. I can work from any part of the world. Mana bu yerda aytishingiz mumkin, ko'rib turganligingizdek. Mana shunaqa gaplar. Endi stage 2 clear deb aytsangiz agar, mana bu o'sha collocationlardan ham endi keyingisiga o'tadi. Stage 2 clear. Qarang. Stage 3 da endi u sizga meaning flexibility har xil misollarni beradi. I live in a remote area. She works remotely right now. Bularni aytishingiz mumkin, hammasi esimda qolmaydi-yu. Hammasi esingizda qolishi shart emas. Shunchaki o'qing. Bu hamma gaplar ong ostingizga yoziladi. Va kerakli vaqtda mana shu sizni ongingiz bu narsani chiqarib beradi. Shunchaki o'qing bo'ldi. Sizdan men so'rayotganim mana shu. Lekin har kuni albatta 30-45 daqiqa ajratish kerak bo'ladi. Kunning oxirida lug'at yodlash qismi qiling. Yotishingizdan oldin har kuni lug'at yodlash qismi bo'lsin. O'tiring, kompyuter oling, telefonni oling yoki va mana shu 30 ta yig'ib tergan hamma joydan so'zlaringizni ChatGPT ga kiriting. Ya'ni passage kiritmasangiz ham bo'ladi kerak bo'lsa. Here are 30 words that I need to learn. Here are 20 words that I need to learn. Va hokazo. Va u sizga mana shunaqa qilib o'rgatar ekan. Lekin bunaqa o'rgatishligi uchun mana shu promptni yozishingiz kerak. Stage 4 mana endi stage 3 clear deb yozasiz va u stage 4 ana endi praktika qildiradi. Qarang, mana hozir eng zo'r qismiga keldik. Mana bu yerda mana remote work became popular because bu yerdan sizga aynan o'sha target wordlarni naturally ishlatishligingizni so'raydi. Ya'ni 30 ta boya bergan bunga so'zingiz bor, o'shalarning eng to'g'ri keladiganini bu yerga bo'shliqlarga qo'yib chiqishligingiz kerak bo'ladi. Narsani yozsangiz bo'ladi mana a demak da mana birni bo'shliqni o'rniga deylik mana bu va hokazo deb. Shunaqa gaplar guys. O'ylaymanki bu video sizlarga foydali bo'ldi degan umiddaman. Hamma promptlarni qoldiraman, nimalar yozish kerakligini va sizga bitta oxirgi mesajim 21-asr bizga shunaqa qulayliklarni yaratib beryaptimi? Bundan albatta foydalaning. Demak, writing qismida qanaqa foydalanish kerakligini bu videoda ko'rib chiqolmayman, chunki video совсем cho'zilib ketdi. Lekin agar xohlaydigan bo'lsanglar agar albatta mana shu videoga like bosinglar va writingda qanaqa qo'llash kerakligini tushuntirib bering deb kommentda yozib qoldiring va balkim shu videoning ikkinchi qismi ham bo'lar. E'tiboringlar markazida Ibragim Mansurov bo'ldi. Albatta sahifamga obuna bo'ling va keyingi videolarda ko'rishguncha Telegram kanalimga ham obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Juda ko'p foydali ma'lumotdan qolib ketyapsiz. Shuni Telegram kanalimni Instagramda qadalgan qismiga bosadigan bo'lsangiz, u yerda juda ko'p materialda kitoblar, darslar bor. Keyingi videoda ko'rishguncha charchamanglar.